Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Fuqarolar rahbari o'rtasidagi rivojdan aytib ketaveramiz rahbar. Keng arizalar, ya'ni Madaminov Nurmuhammad aka oilaviy tadbirkorning 20 million so'm olishyapti. Nurmuhammad aka 55-sonli qaror bo'yicha 4 yillik bir imtiyoz 6 oymi? Imtiyozli davr 20 million. Mahalla bankiga ariza topshiradi. 2-3 kunda ko'rib beriladi. Haydarov Abdulahad aka Yatata o'zi 100 million so'm olishyapti. Ekanmiz. 312-sonli 5 yil. 5 yillik 2 yil imtiyoz davri bilan 3 kunda ko'rib ijobiy hal qilib beramiz. Vatalizovda odinaxonapi ham 55 bo'yicha olishyapti. 3 yillikka. 3 yili. Ha, 3 yilga. 3 yil 6 oy imtiyozli davr. 17,5%dan bo'ladi. 17,5%. Mahalla oilaviy tadbirkor. Bo'ldi 2-3 kunda ko'rib hal qilib berishadi. Chaqib ijozlanagani ayollar kelishgan, ayollar 15 sonli qaror bo'yicha olishyaptilar. Bu ham xuddi shunaqa 3 yillik 6 oylik imtiyozli davri 2-3 kunda ko'rib ijobiy hal qilib berishadi. Muhammad Sadolimxonda o'zlari bular olishyapti. Bularni savdo sotuv jihozlab kengaytirishga 10 million 55 sonli qaror bo'yicha. 3 yil 6 oylik imtiyozli davr. 2-3 kunda bunga. Bo'ldi, hozircha kelganlari mana shular edi, ro'yxatga oldim. Qo'yganlarni chaqirasa ko'rib chiqamiz. Chiqarib beramiz. Bo'ldi, tushunarli.